2019 8 fevral Cuma günü Türkiye İstanbul Silivri Trakya bölgesinde tunji qitim Uyg'urlar haqida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Yig'ilishni EXK insoniy yordam vaqfi uyushtirgan bo'lib, Juma namozidan keyin boshlandi. Yig'ilishga namozda yongan turk jamoatiga Xitoy kommunistlarining Sharqi Turkistonda elib berayotgan zulmlarni va erki qirg'inchiliklarini bayon qilib o'tdi. Zimiston to'rining 3-yanvar xabarida navbatda Shanshe o'lkasining Tungchuan shahridagi Suyjavgo turmasiga 3000 Uyg'ur tutqun yo'tkalgan. Yerlik aholilarning muxbirlarga bildirishicha, bu tutqunlar butunlay yepiq poyezd bilan avval shahriga, ondan harbiy yuk mashinasida Suyjavgo turmasiga to'shilgan. Maxfiyatlikni qattiq tutgan Xitoy kommunistlari yo'tkalgan Uyg'ur tutqunlarning er yoki ayol ekanligidan hech qanday ma'lumot bermagan. Xabar bilan ta'minlovchi Uyg'ur tutqunlarning butunlay ketishi yo'tkalganligi va doiralarning turmadikilarga bu mahbuslarga munosabatlik har qanday uchurni davlat maxfiyatligi sifatida qarab sir saqlashi kerakligini, mahbuslarning qattiq nazorat qilinganligi, ular hojat qiladigan joyga kuzatish kamerasi o'rnatilganligi, tutqunlarga kuniga bir vaqt tomoq beradiganligi, tomoq sifatining nacharligini bayon qilgan. Baydu uchur ambarda ko'rsatilishicha, Suyjavgo turmasi Shanshe o'lkasining Tungchuan shahriga joylashgan. 1958-yili qurilgan Suyjavgo turmasi 1963-yili va 1979-yillari 2 qitim ko'mirkonga o'zgartirilgan. 30 yilgacha ko'mirkon o'rnida ishlatilgan bu o'rin 1995-yildan boshlab takror turmaga o'zgartirilgan. Xitoy hukumati yaqinda e'lon chiqarib, Sharq Turkistonning janubidagi ba'zi noyalik sud mahkamalariga ko'plagan zastatli qabul qilgan. Xabarda bu noyalarda ko'plagan zastatli qabul qilishning sababi tushuntirilmagan bo'lsa-mu, lekin kuzatuvchilarning buning lagerlardagi tutqunlarning keng ko'lamli sotlanishi bilan munosabatli bo'lishi mumkinligi ilgari surilmoqda. Ma'lum bo'lishicha,Ovat noyalik adliya idorasi yaqinda mazkur noyaga 96 nafar, Kalpin noyisi 23 nafar zastatli qabul qilgan bo'lib, zastatlılar mazkur noyaning har qaysi kent, ijtimoiy rayon va idora jamiyatlardan tanlangan. Ba'zi kishilik huquq tashkilotlarining ilgari surishicha, Xitoy hukumati o'tgan yili yig'ilish lagerlarida tutqunlarni turkumlab qamoq jazosi berib, Gansu, Ishki Mongol, Shanshe, Xeylonjan qatorliq joylardagi turmalarga yo'tkagan. Yaqinda bu o'lkalarning ba'zi turmalardagi Xitoy jinoyatchilarining yo'tkilib etilib, ularning o'rniga Uyg'ur tutqunlarning yo'tkab kelinganligi dalillangan edi. yil iyulda 5 nafar Uyg'ur Turkiya chegarasidan Bulgariyaga qonunsiz kirdi degan jinoyat bilan Bulgariya soqchilari tomonidan qo'lga olingan bo'lib, bu Uyg'urlar necha qitim Xitoyga qaytarish xavfini beshidan o'tkazib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining tirishchanligi, Yevropadagi advokatlar va inson huquqlari organlarining kuch chiqarishi bilan 2019-yili 24-yanvar Bulgariya sud mahkamasi ularni Xitoyga qaytarmaslik to'g'risida hukm chiqargan. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandi Bulgariyaga berib 5 nafar Uyg'urdan hol so'ragan. Dolqin Aysa apandi 18 oydan buyon 5 nafar Uyg'urning qutulib qolishi uchun kuch chiqargan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Bulgariyadagi xodimlari, ba'zi davlatlarning elchilari va advokatlarga rahmat etdi. Bu 5 nafar Uyg'ur yoshlari birdak Xitoyga qaytarish xavfidan qutulganligi uchun xushal ekanligini, Yevropaga berishni xohlaydiganlarning qonunsiz yo'llarni tanlamasligi kerakligini, buning bilan munosabatli qonunlarni o'qish kerakligini bayon qildi. O'zlariga yordam qilgan kishilarga rahmat etadiganligini aytib o'tdi. Kommunistlarning buvisi bo'lgan Karl Marx 1818-yili 5-may Germaniyaning bir kichik shahrida tug'ilgan bo'lib, 1983-yili 14-mart 64 yoshida Angliyada o'lgan. Londonning shimolidagi Xingan qabristonligiga ko'milgan. Bu yil 6 fevral London soqchilarining bildirishicha, Karl Marxning qabristonligining marmar tashidan yasalgan, ya'ni ismi yozilgan qismi noma'lum kishilar tomonidan bo'lqida qattiq jism bilan urib buzib etilganligi oshkorlangan. Marx butun dunyodagi sotsializm bilan kommunistlarning ro'yi doisi bo'lib,
asosliq sotsializm ideyasini tashviq qilgan. Ayni vaqtda uning ideyalarini Yevropa davlatlari tomonidan tahdid deb qaralib, chegirdan qo'g'lab chiqargan.